Menga juda ham ko'p murojaat qilishadi, turmush o'rtog'imga borsam bo'ladimi? Chunki mana bunaqa muammosi bor, qarzdorlikda yokida bo'lmasam uxlolmayapti, farzandimni borsam bo'ladimi? Qaysar aytganimni qilmayapti. Onamni borsam, qaynonamni borsam bo'ladimi deb murojaat qilishadi. Shunday murojaat qiladigan insonlar uchun qarang. Bu yoqda bu o'sha siz seansga yoki konsultatsiyaga bormoqchi bo'lgan inson. Endi qarang, sizda buni harakatlari qaysidir bir hislaringizni ko'taryaptiki, sizga yoqmayapti. Yoki qaysidir bir fikrlarga kelishingizga sababchi bo'lyaptiki, bu sizga yoqmayapti. Bu sizda bo'lyapti. Misol tariqasida tushuntirishim mumkin. Turmush o'rtog'im boshqa ayollar bilan gaplashadi, qanday qilsam seansga borsam u gaplashmaydimi? Chunki buni og'irtyapti-da bu insonni. Bu insonga u og'riqli emas. Agar og'riqli bo'lganda o'zi murojaat qilardi. Endi xo'p, siz uni to'g'ri yo'lga solish uchun ibodat qilishingiz mumkin. Mana siz ibodat qildingiz, sizning energiyangiz. Misol uchun, har kunlik energiya. So'raysiz, lekin bu yurish turmush o'rtoq uchun muammoli emas. Buni bezovta qilmayapti. Natijada qanday bo'ladi? Shuncha qildim, o'xshamadi, shuncha qildim, aytdim, Xudodan so'radim, namoz o'qidim, olib bordim, psixologga ham bordi, lekin ta'sir qilmadi deganda mana bu aura bor. Mana bu narsalarni ichkariga kirishiga ruxsat bermagan. Va shuning uchun sizni harakatingiz zoyi ketadi.